30 daqiqada mana shu ko'ylakni bichib tikib olishingiz mumkin. Bu juda ham oson. O'rganishni xohlaysizmi? Demak, biz siz bilan bugun mana shu ko'ylakni to'liq sxema yordamida o'rganamiz. Bichishni va tikish usullarini sizga ko'rsatib o'taman. Men bu yerda 3 xil matoda xuddi shu bittagina fasonni ko'rsatib beryapman. Ko'rib turganingizdek, 3 xil matoda 3 xil ko'rinish. Bu ko'ylagimiz uchun qancha mato ketadi? Demak, biz hozir siz bilan hisoblab chiqamiz. Uzunlik bo'yingiz qancha bo'lsa, masalan, 130 bo'lsa, 260 cm mato ketadi. Agar uzunlik bo'yi 140 bo'lsa, demak 280 mato ketadi. Ko'rib turganingizdek, bu matolar yumshoqroq bo'lsa, yana ham chiroyli faldalari ko'rinib turadi. Demak, qattiq matodan emas, yumshoq, cho'ziluvchan, shok matolar ham bo'ladi. Albatta, trikotaj matolar bo'lsa, undan ham yaxshi. Oldindan men sizga bu sxemani to'liq chizib tayyorlab qo'ydim. Siz ham albatta o'zingizga bu sxemani yozib olishni unutmang. Sxemada ko'rib turibsiz, hamma joyda to'liq yozib ko'rsatib berganman va raqamlarni ham aniq qo'yganmiz. Demak, biz bichishni boshlaymiz. Ko'rib turibsiz, men matoni ikkiga teng taxlab olganman. Yuqorisida choksiz, ya'ni yelka joyini choksiz qilishingiz mumkin. Demak, matoni uzun bo'yiga, ya'ni vertikal tarafga ikkiga buklaymiz. Ikkiga buklaganimizdan so'ng mana shu uzunlik, ya'ni yelka joyida choksiz holatda yana taxlab olib bichsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, men bu yerda ko'rsatib beryapman. Zgib holatda matoni xuddi shunaqa qilib taxlab olganman. Uzunligi qancha kerak bo'lsa, shu uzunlikni 2 marta olamiz deb yuqorida aytib o'tdim va uni teng o'rtasidan vertikalni buklab qo'yamiz. Mana shunaqa qilib bichib bel sohalarini albatta belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda oddiygina bo'yin sohasini, ya'ni oldi, orqa ochilishni chizsak bo'ldi va pastki tarafini yoylashtirib qo'yamiz. Demak, ko'rib turibsiz, bu yerda oldi ochilishimiz yuqori tarafdan 8 cm, oldi tarafiga 8, orqa tarafiga 3 cm bo'yin o'yindig'ini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari yon tarafini ko'ryapsiz, xohlasangiz xuddi shunaqa yoylashtirib pastgacha chizib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki xohlasangiz shunday to'g'ri holatda qoldirsangiz ham bo'ladi, agar siz kengroq xohlasangiz. Belini o'rtasini men ko'rsatib o'tganman sxemada. Oldi, orqasida xuddi shunaqa yig'ilgan joyi bor. Yeng uchini xuddi shunaqa manjetalardan foydalandim. Xohlasangiz xuddi shunaqa manjetalardan foydalansangiz bo'ladi. Yoki yeng tugallangan joyini akantovka bilan обработка qilib tugatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Demak, bichish vaqtida albatta bel chiziqlarini xuddi shunaqa burchak lineykani qo'yib chizib olishimiz kerak bo'ladi. Buni kengligi 35-40 cm gacha xuddi shunaqa chiziqlarni biz oldindan belgilab chizib olishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda, biz ana shu joyiga belbog' qilishimiz uchun oldi orqasini o'rtasida belbog' qilinadi. Bo'yin o'yindiqlarini sxema bo'yicha qirqib oldim va yonini ham xuddi shunaqa yoylashtirib chizib qirqib oldim. Yuqorida aytib o'tgandek, kerak bo'lsa to'g'ri holatda qoldirsangiz ham bo'ladi. Bel chiziqlarini albatta chizib olamiz va mana men ko'rsatib o'tayotgandek, mana shu bel chiziq joyimizga ichidan albatta planka qilib kelib, o'rtasidan shunaqa belbog'ni o'tkazamiz va ichki tarafni ikki tomonidan siz belbog'ni o'zingizga kerakli darajada bog'lab olsangiz bo'ladi. Va mana siz ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa noodatiy fason kelib chiqadi. Demak, mana shu belbog'larni ikki tomoniga tikib, o'rtasini rezinkali qilsangiz ham bo'ladi. Sizga bu juda ham qulay bo'ladi. Demak, orasidan aytib o'tganimdek 35-40 cm buklovda belgilaymiz va o'rtasidan poyasni o'tkazib ikki tomonni zakrepka qilsak ham bo'ladi, yoki bo'lmasa ikki tomonini poyasda mahkamlab o'rtasiga rezinkali qilsak ham bo'ladi. Mana shu sxemalardan foydalangan holatda xuddi shunaqa noodatiy bo'lgan ko'ylakni siz bemalol o'zingiz tikib olsangiz bo'ladi. Buni bemalol namaznik ko'ylagida yoki o'zingiz ishlab chiqarib biznes ham boshlasangiz bo'ladi. Mana 30 daqiqada bemalol bichib tikib oladigan ko'ylakni siz bilan to'liq o'rgandik. Mariamsni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta Mariamsga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng yaqin tikuvchi dugonalaringizga ham bu foydali videoni albatta yuborib qo'ying. Muborak Ramazon oyiga mutlaqo bepul bo'lgan foydali darsliklarni olish uchun izohlarda plyus qoldiring va bu darslikdan maksimal darajada foydalanib, siz ham o'zingizga, yaqinlaringizga hadyalarni Ramazon oyida ko'p ulashishni davom eting. Mariams akademiyasi tomonidan bu Ramazon oyi uchun juda ham foydali darsliklar to'plami bo'lgani uchun albatta izohlarda plyus qoldirishni unutmang. Mana shu ko'ylagimizni ham bemalol o'zingiz tikib olib, yaqinlaringizga, ayniqsa onajonlaringizga sovg'a qilib duolarini olish hammalarga nasib qilsin. Albatta izohlarda o'zingizni iliq fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir izohlarni o'qib chiqaman va juda ham xursand bo'laman. Agar siz Mariams akademiyasini onlayn 4 oylik darsliklarda o'qishni xohlayotgan bo'lsangiz, yaqin orada juda ham katta chegirmada darsliklarimizni e'lon qilamiz. Bu 7-mart kuni jonli efir bo'lib o'tadi. Mana shu jonli efirda sizga e'lon qilamiz. Albatta Telegram kanalimizga ulanib olishni unutmang.